Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, biz kuzatuvchilarimiz. Bugun bizda mana yangi yog'ochlarimiz kelgan, to'sulli, strapilli shunaqa shpukli yog'ochlarimiz ham kelgan, biti pechatli bo'ladi. Xudo xolos hozir video oxirigacha ko'rsani hammasini birma-bir tanishtirib, narx-navolar bilan ham tanishtirib o'tamiz. Videoni boshlashimdan oldin bitta narsani eslatib o'tamiz, akalar. Bizda dastavkalar xizmati bor. Dastavkalar xizmati bemalol telefon qilib, zakaz qilsani taxtalarni jo'natamiz. Xudo xolos boradi, taxtani ko'rasizlar, pulini shopirdan berib yuborasizlar. Xudo xolasa shunaqa variantlarimiz ham bor. Ayniqsa Rossiyadagi akalar, bozor kelish olmagan akalarimizga ayni bo'p zo'r variant. Nimaiki telefon qilsani, xudo xolos bu yerga kelib o'tirmaysizlar, issiqda yurmaysizlar. Sizlarga o'zimiz xizmat ko'rsatamiz. Yaxshi taxtalarni chiqarib hamyon bo'p bo'ladi. Narx-navolar bo'yicha любой joy bilan solishtirasizlar. Bo'lmasa men hozir sizlarga 14 ga 4 strabilamizni ko'rsatamiz. Uzunligi 4 metrli, 6 metrli holatda bo'ladi. To'liq razmerda bo'ladi. Mana yo'llarni sizlarga ko'rsataman. Mana yo'llari. Taxta sotsialist ideal. Xudo xolasa zo'r, holatlari a'lo darajada. 14 ga 4 uzunligi 6 metrli baquvvat strabilar so'ragan ukalarimizga narxini 129 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 6 metrli bo'ladi. Buni arzonroq varianti ham bor, hozir ko'rsatamiz. Bu 14 ga 3,5 bo'ladi, ya'ni 13.8 ga qalinligi 33, uzunligi 6 metrli. Misol 90% odam shundan o'tgan hozir kunda narxi buni 108 ming so'mdan qilib beraman. Uzunligi 6 metrli holati bo'ladi. Shunaqa pachkali, bu yerga bitta pachka tushirib qo'yganman. Bu yerda katta pachkasi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Katta pachkasi bor. Bu o'sha 13.8 ga qalinligi 33, uzunligi 6 metrli holati bo'ladi. Narxini o'sha aytib o'tganimda 108 ming so'mdan qilib beramiz. 11 ga 3,5 variantimiz ham bor. Uzunligi 6 metrli, buni ham holati xudo xolasa zo'r. Xuddi shu pachka bo'ladi. Narxini 84 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 6 metrli holatda bo'ladi. Strapil xudo xolos ko'rib turibsizlar, ideal holatda bo'ladi. Pachkani biz zo'rini yuklatib beramiz. Xo'p, Shipertagga reyka ham so'rashgan akalarimiz. Shipertagga reykalarimiz har xil variantdagisi bor. Bunisi 4,5 ga 3,5, uzunligi 4 metrli holatda bo'ladi. Mana donasi. Narxi 6 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli holatda bo'ladi. Bizda 4 metrligi ham bor. Xuddi o'sha 14 ga 18 ga qalinligi 33ligimizda bu 4 metrli varianti bo'ladi. Uzunligi 4 metrli, narxi 70 ming so'mdan qilib beraman akalar. 72 ming so'm sotganmiz. 70 ming so'mdan sizlarga qilib beramiz. Uzunligi esa 4 metrli bo'ladi aytib o'tgandim. Shpun taxtalarimizga juda ko'pchilik qiziqishibdi. Shpuntimizda shunaqa pechatlilari bor. 13, qalinligi 1.9 qolgan, 2 dan ochiladi. Uzunligi 4 metrli, mana sifatini ko'rsatib, talab donalik qilib qo'yganman. Pachkani buzib ham yuklab beramiz. Narxi buni 47 ming so'mdan qilib beraman. Uzunligi 4 metrli, yonib yo'llarni ko'rib turibsizlar. Tushib qoladigan butog'i, katta eshak butog'i yo'q, xudo xolasa buni 14 dan ochilgan, qalinligi 1.9, uzunligi 4 metrli bo'ladi. 9ligimi bu varianti ham bor. Bu asal abzolliroq variant bo'ladi. Narxini 28 ming qilib beraman. 9 ga qalinligi 1.9, uzunligi 4 metrli. Lekin abzoli bor aytib o'tibdim-a. Buni abzoli yo'q. Bu birinchi sort. Bu birinchi sortligini hisobga o'zgina qimmatroq chiqadi. Mana hamyon bo'p narxi. O'sha bozorda sotilgan 30 ming so'm sotishgan polovoy taxtamizni biz 28 ming so'mdan sizlarga qilib beramiz. Bu yerda 11lik varianti ham bor. Buni 39 mingdan qilib beraman. Uzunligi 4 metrli, 11, qalinligi 1.9. Bu ham o'sha ozmoz abzoli bo'ladi, lekin tushib qolgan butoq bo'lmadi. 39 ming qilib beraman. Buni qimmat varianti mana. Bu 11 dan o'shiq, qalinligi 2 bo'ladi. Uzunligi 4 metrli, sifatlarni mana ko'rib turibsiz. Sifatlari ham xudo xolasa zo'r, oldi pechatli bo'ladi. Bu o'sha birinchi sort taxtamiz. Buning narxi 43,5 ming so'mdan. 43.500 so'mdan qilib beramiz. Uzunligi o'sha 4 metrli holatda bo'ladi. Menga 9likni ham o'sha birinchi sort kerak uka desani, mana 9lik, 9 ga 2, uzunligi 4 metrli birinchi sort taxtamiz ham bor. Bizda o'sha 4 qirra, xudo xolasa garantiya ichlarga, sifatlari ham o'z ko'rib turibsizlar, sifatlari ham xudo xolasa ideal holatda bo'ladi. Narxini buni okalar sizlarga 33 ming so'mdan qilib beraman. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Holatlarni ko'rib turibsizlar, holatlari ham xudo xolasa ideal holatda. Bizga rossiyskiy taxtalarimiz ham kelgan. Mana rossiyskiy pachkali reykalarimiz shunaqa qilib pachkalatib qo'yganmiz. Narxi 6 ming so'mdan 4,5 ga 3,5, bu ham uzunligi 4 metrli holatda bo'ladi. Buni nimaga ishlataman desana, bu shiper reykaga bemalol aytaveradi.
I 11 ga qalinligi 29 lik shpun so'ragan ukalarimiz bor. Baqavatini qo'qaman uka, menga baqavatini ber deydigan ukalarimizga mana shu shpun tanlab kelib qo'yganman. Ko'rishinglar mumkin buni qalinligini, xudo xolasa hijolat qildirib qo'ymaydi. 4 tadan pachkalaganmiz, ichlari garantiya. Narxini 60 ming so'mdan qilib beraman. Buni 58 ming, 57 ming ham sotishgan. Bu unaqa variantida emas, xudo xolasa birinchi sort 4 qirra atgan razmimiz xudo xolasa chiqadi. Uzunligi 4 metrlik holatda bo'ladi. Qalinligi o'sha 28 qolgan. In 11 qolgan. Narxi 60 ming so'mdan qilib beramiz. Bu variantimiz 9 ga qalinligi 2 lik, uzunligi 4 metrlik. Bu variantim ham bor. Buning narxi 32 ming so'm chiqadi. Uzunligi 4 metrlik, bu ham 4 qirra. Birinchi sort taxta qurishinglar mumkin. Bu ham shu xuddi o'zi biz pechat turib qo'ymaganmiz bu yerda. Bu haqiqiy rossiyskiy pechat bo'ladi, ko'rsatganlarim hammasi. 11 ga 3,5 suxoy strapilar so'ragan ukalarimizga. Uni ham olib kelib qo'ydim. Mana ko'rishinglar mumkin. Narxini 85 ming qilib beramiz. 90 ming so'm sotgan strapilamiz. Hozir narxi 85 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Uzunligi 4 metrlik, sezon keldi deb to'g'risi qimmat sotmaymiz. Xudo xolos qo'ldan kelgancha arzon qilib beramiz. Narxini 85 ming qilib beraman. Mana donasini ko'rishinglar mumkin. Donasi ham xudo xolasa ideal holatda turibdi. Buni 4 metrligini so'ragan ukalarimizga 4 metrligini ham olib kelib qo'yganman. Bu 11,5 3,5 u haligi razmeri kattaroq bo'ladi. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Narxi 60 ming so'mdan. 11,5 ga qalinligi to'liq 36-37 chiqadi. Uzunligi esa mana 4 metrlik yo'llarni ko'rishingiz mumkin. Bu ham xuddi o'shaqa suxoy taxtamiz bo'ladi. Bu orqa tarafdan ko'rinishi. 15 ga 5 tusun so'ragan ukalarimizga. Tusunlarimiz endi keldi. Mana 6 metrlik, 4 metrlik hozir birma-bir tanishtiraman. Tusunga keldi navbat. Hop 15 ga 5 uzunligi 4 metrlik, sifatlari xudo xolasa zo'r, holatlari a'lo darajada. Lestva bo'ladi. Xuddi shu ko'rib turgan taxtani orqa tarafdan ko'rinishi. Oldidan barcha chiroyli taxta. Birinchi sort, narxi 135 ming so'm. Buni arzon varianti ham bor. Hozir buni arzon variantini ko'rsataman. Bu mana o'sha to'liq 15 ga 5imiz. Bu arzon variantimiz bo'ladi. Bitta pachka qoldi. Mana ko'rishingiz mumkin. 14,5 ga 4,5, uzunligi 4 metrlik. Mana bu ham toza lestva bo'ladi. Bu narxi o'kala 112 ming so'mdan qilib beraman. 115 ming so'm sotishdi bozorda. 112 ming so'mdan olib ketinglar. Bir parchaga qoldi sizlar uchun. Xo'p, endi bu yerda lapsha so'ragan ukalarimiz ham bor. Lapshalarimizni hozir oxirroqda ko'rsataman. Oldi tusunlarimizni ko'rib olamiz. Xo'p, 17 ga qalinligi 4,5 pilsovoy razmer bo'ladi. 46 ga manaqasi 18 chiqadi. Uzunligi 4 metrlik, 18 ga qalinligi 4,5 pilsovoy, uzunligi 4 metrlik toza lestva bo'ladi. Bu narxi keladigan bo'lsa, bu narxini o'kala sizlarga 150 ming so'mdan qilib beraman. 152 ming, 153 ming sotishgan ekan, ko'rdim. 150 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa olib ketaverasizlar. Toza lestva bo'ladi, birinchi sort o'kala. Bu mana 20 ga 5, uzunligi 6 metrlik. Bunisi 300 ming so'mlik variant o'kala. Bu arzonroq, qalinligicha farqi bor. Mana bunisi to'liq 20 ga 5 bo'ladi mana. Bitini endi mana bitga ham ko'rsatib qo'yasizlarga. Buning narxi 310 ming so'm qilib beramiz. 20 ga 5 to'lig'ini. Mana 20 ga ozgina qalinligida farqi bor. Buni 300 mingdan qilib beraman. Bu ham uzunligi 6 metrlik, 20 ga 5 minisovoy razmerda bo'ladi. 18 lik so'ragan ukalarimiz ham bor. Hop, 18 ligi bunikidan menimcha qolmadi. 15 gina qolibdi. Mana 15 ga 5 pilsovoy razmerda, narxi 265 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 6 metrlik holatda bo'ladi. Sifatlarni ko'rib turibsizlar. Toza lestva, birinchi sort tusun bu ham. Puli 6 metrlik holatda bo'ladi. Bu mana bu ham 6 metrlik variant. Bu ham 265 ming, bu ham 15 ga 5 mana ko'rishingiz mumkin. Bu katta pachkasi bo'ladi. Strapilarni arzon varianti qolib ketibdi-ku. Arzon varianti ham bor ekan, aja qimmati yo'q. Bizda misol bilasizlar, 60 ming so'm to'liq razmerda deganimiz. Bu mana 11 ga 3,5 bo'ladi. Uzunligi 4 metrlik holatda. Narxini 56 ming so'mdan qilib beraman, suxoy strapilar. Bundan ham arzon varianti bor. Hozir uni ham ko'rsataman. Buni ko'rib olinglar birinchi. Mana shu pachkalik bo'ladi. Narxi 56 ming so'mdan 11 ga 3,5. Uzunligi esa 4 metrlik bo'ladi okalar. Bunisi arzon variantimiz bo'ladi. Bu 11 ga 3,5 minisovoyimiz. Narxi 54 ming so'mdan qilib beraman. 55 ming so'm sotishgan ekan. 54 ming so'mdan mana foydalaninglar. 4 metrlik holatda, sifatlari ideal holatda bo'ladi. 12 ga 4 ham bor. 12 ga 4 juda ko'pchilik so'ragan mendan.
12 ga 4 dan ham olib kelib qo'yganman. 12 ga to'liq 4, uzunligi 4 metrli, narxi o'kali 75 ming so'm bo'lma. To'liq razmerda bo'ladi. Ming so'm, pul so'm bo'lma, shu to'liq 12 ga 4 chiqadi. Rekamni qulayi ham bor. 5800 so'mdan 4,5 3,5 uzunligi 4 metrli 5800 so'mdan qilib beraman. Shu 9 ga 3,5 41 ming so'mdan qilib beraman mana. 42 ming so'm chiqazganman. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Xo'p, lapshamiz. Lapsi juda ko'pchilik so'ragan 75 ga qalligi 1 litrli, uzunligi 4 metrli. Narxini buni 21 ming so'mdan qilib beraman. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Xo'p, bundan 2 pachka qopti. Bunda xudo xolisi yo'llar bor, kelayotgan joyi bor. Buni yangi tushadigan ham bor. Xudo xolisi u ham 21 ming so'm sotaman. Xo'p, hozircha qo'limda shunaqa narsalar o'kalar. Endi bu yerda 10 lik palovoy taxtalarim ham bor. Narxi 30 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. 15 ga 2,5 so'ragan ukalarimizga 15 ga 2,5 ham olib kelib qo'yganmiz. Narxi 100 ming so'mdan 15 ga 2,5, uzunligi 6 metrli. Sifatlarga xudo xolisi zo'r, birinchi sort. Ijolat qildirib qo'ymaydi. Narxini 100 mingdan qilib beraman. Ma'qulga telefon qilaverasizlar. Xudo xolisi qo'limda bor tovarlarni qo'ldan kelgancha ko'rsatdi. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsani bo'ladi. Xudo xolisi mashinani arzon sifatli qilib bitkazib beramiz ukalar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.